Selam dostlar. İsenmisiz bağlar. Sizni men Şayan ressam salamlayım. Agar resim yasarga yaratasız ekan, meni martdan qabatlag'iz. Bizga oq qog'oz beti bilan qora flomaster kerak. Onun bilan rasmning sizimini yasarmiz. Rasmni bo'yash uchun ko'p turli tusli qarandashlar kerak bo'lacak. Bo'yalgan rasmlar har vaqtda motor bo'la. Menim ko'pdan takka yasisi kelaydi. Aydagiz hali birgalab yasab qarayq. Ondan so'ng bu rasmni do'stlaringizga ko'rsatirsiz. Qora marker bilan yozsi boshlaymiz. Eng boshda mana shunday to'lqinli tugarrak yozsiq. Narsaga o'xshagan? Durus, bulutqa. Tag'in narsaga? Takaning mang'ayindagi bidiralari bo'lar ol. Takalar bidira boshli bo'ladi. Mang'ayindan bunday to'lqinli siziqlar yozamiz. Bu uning yuzi ham tanavi bo'lacak. Hozir mo'ynina ko'shamiz. Onun yanına da dolqinli zo'r tugarak yozamiz. Bu takaning gavdasi bo'lar. Onları oyog'in yasab qo'yik. Olg'a oyoqlarin mana shunday usul bilan tushiramiz. Ort oyoqlarin mana shulay etib yozamiz. Kichkinagina quyruq da kerak bo'lar. Mana shulay. Bek yaxshi. Tugal kelib chiqdi takamiz. Tik narsadir yetib bitmay. Quloqlarini da yasab qo'yarga kerak deb o'ylayman. Ko'z yasav usulin siz xatirlaysizmi hali? Nishik? Ayaye, ikki tugarak. Ikki kichkina tugarak. Ham o ikki kichkina tugarakning ishin bo'yab qo'yamiz. Takaning burun teshiklari mana shunday bo'lar. Ko'zlarini kirpiklarda yasarga unutmasqa kerak. Unutsangiz, alisin tugil. Sariq ham takalar ulan, shiram kabi o'simliklar osharga yarata. Bugün biz takaga bo'lak azirladik. Eng tamli shashaklar baylami. Takaning yaratgan rizqi bo'lsin. Endi takaning tuyoqlarini yasab qo'yik. Birov, ikkov, uchov, to'rtov. Taka biz hazır. Endi bo'yarga tutunayıq. Boshda qizg'il sari qarandash olib, yuzin, mo'ynin, qulog'in ham oyoqlarini bo'yab chiqamiz. Bizning taka shoyan, shunga ko'ra turli tusli bo'lar. Takalar odatda oq yoki qora bo'la. Biz so'ylagan qarandashlarga g'ajablanmagiz yemi? Bidiralarin zangar suv tus bilan bezaymiz. Qarandashga qotib bosmagiz. Mang'ay shashin ham gavdasin yengil harakatlar bilan bezab chiqamiz. Bo'ladimi? Yaxshi. Endi tuyoqlarin bo'yiq. Tuyoqlari bizning qo'ng'ir tusda bo'lacak. Mana shulay. Shap kelib chiqadi do'stlar. Hey! Biz bit shashakni bezarga unutganmiz. Yaprog'in yashil tusga, shashagin qizil tusga bo'yimiz. O'rtadagi nuqtani bo'yamisha qoldiramiz.
Утлап йөрер өчен тәкәгә матур алан кирәк. Маркер белән мин үлән ясыйм. Тәкә ашасын өчен үлән янына тәмле чәчәкләр утыртып куям. Һәм ширемне ашык яшел төс алып, киң хәрәкәтләр белән буяп куям. Сез дә матур итеп, читкә чыгармыйча гына буягыз. Билгеләнгән җирне генә буярга кирәк. Килеп чыктымы? Бик шәп. Инде хәзер әйдәгез чәчәкләргә күчәбез. Тәкәләр кешегә бик күп файда китерә. Аларның яныннан җылы киемнәр бәйлиләр. Ите дә тәмле. Шуңа күрә тәкәгә эссе булмасын өчен кечкенә генә кояш ясап куйыйк. Болытлар да кирәк булыр. Кояшны инде әлбәттә сары төскә, ә болытларны зәңгәргә буйыбыз. Афәрин, дуслар! Безнең рәсем бик матур килеп чыкты. Искиткеч! Сау булыгыз! Киләсе очрашуларга кадәр!